Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan biz YouTube kanalini yuritish mavzusi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Unda boshladik. Eng avvalo YouTube'da faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, avval g'oyani o'ylab toping. Ya'ni siz shunday g'oya o'ylab topingki, YouTube'da bu g'oya mavjud bo'lmasin. Masalan, YouTube'ga kirsangiz hamma sohada mavzular bor. Demak, mana shu mavzulardan kuchliroq bo'lgan va odamlarga notanish bo'lgan g'oyani o'ylab topib, keyin kanal ochib faoliyat yuritishni boshlang. Juda ko'pchilik aytadi, YouTube'da faoliyat yuritish uchun yaxshi texnika bo'lish kerak, kompyuter bo'lish kerak, telefon zo'r bo'lish kerak dedi. Yo'q. YouTube'da faoliyat yuritish uchun iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15 bo'lishi shart emas. Yoki zamonaviy eng so'nggi modeldagi kompyuter bo'lishi kerak emas. Oddiy qo'lingizdagi telefon bilan faoliyatni boshlashingiz mumkin. Shuning uchun ham eng avvalo YouTube yuritishdan oldin g'oyani tayyor qilib qo'yish kerak. Ya'ni siz topgan g'oya YouTube'ga noma'lum bo'lsa, odamlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta YouTube'da siz muvaffaqiyatli faoliyat yuritasiz. Bitta narsani esdan chiqarmang. Siz g'oyani o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan g'oya yoki o'zingiz qiziqqan narsalarni emas, balki odamlar qiziqadigan narsalarni o'ylab toping g'oyada. Chunki sizga qiziq bo'lgan narsa boshqalarga qiziq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham, demak, hamma uchun qiziqarli bo'lgan g'oya o'ylab topish kerak. Va shu g'oyadan og'masdan turib faoliyatni davom ettirish kerak. Demak, g'oya tanlab oldingiz. G'oya tanlab olganingizdan so'ng YouTube kanalini oching va hozirgi kunda YouTube kanal ochish muammo emas. YouTube kanal ochganingizdan so'ng birinchi videongizni joylang. Maslahatim, demak, video joylaganda ham shorts video, ham uzun video joylang. Masalan, bir kunda 3 ta video joylamoqchi bo'lsangiz, demak, ertalab shorts, abitga katta video, uzun video va kechqurunga yana shorts qilib joylang. Ya'ni nima uchun bu kerak bo'ladi sizga? Ertaga siz kanalingizni monetizatsiyaga ulamoqchi bo'lsangiz, albatta soatlarni tezroq yig'moqchi bo'lsangiz, uzun videolarda soatlar tez yig'iladi. Masalan, 1000 ta obunachi va 4000 soat bir yilda. Ya'ni 4000 soatni uzun videolar orqali yig'ish osonroq. Shorts esa boshqacharoq. Shortsda 1000 ta obunachi va 10 million prosmotr bo'lishi kerak. Ya'ni 90 kun ichida. Shuning uchun ham, demak, kanalingizni aralash kanal qiladigan bo'lsangiz, ham shorts, ham uzun video joylang. Ana shunda, demak, shorts sizga kanalga obunachilar olib keladi, uzun video esa sizga soat yig'ishda yordam beradi. Va mana shunday qilib kanalni faoliyatini yuritishingiz kerak. Kechagi darsimda aytib o'tganimdek, dastlabki videolaringizda hech kim ko'rmasligi mumkin. Bu degani sizning videongiz sifatsiz bo'ldi, demak hech kimga qiziq emas degani emas. YouTube platformasi shunday platformaki, u sizni yo'nalishingizni o'rganish uchun vaqt talab qiladi. Ya'ni YouTube sizning 10 ta 15 ta videoingizdan so'ng sizni qaysi mavzuda faoliyat yuritayotganingizni tushunib oladi. Va bu videongizni kimlarga uzatish kerak ekanligini anglagandan keyin o'z-o'zidan mana shu birinchi qo'ygan videolaringiz ham asta-sekinlik bilan prosmotr olishni boshlaydi. Shuning uchun, demak, 5 ta 6 ta video qo'ysangiz 0 bo'lib turadigan bo'lsa, YouTube'ni tashlab qo'yish kerak emas. Demak, hech kim ko'rmayapti deb. Demak, YouTube'ga joyladingizmi, hech xavotir olmang, bu normal holat. Kamida 10 ta video joylamagunizcha, demak, bunaqa 0 prosmotrlar yoki bitta ikkita prosmotr bo'lishi mumkin. Lekin 10 ta videoingizdan keyin asta-sekinlik bilan prosmotr soni oshib boradi. Keyingi maslahatim, demak, YouTube'ga video joylayotgan paytingizda o'sha bir xil mavzudagi mavzularni joylashga harakat qiling. Masalan, siz biror o'yin sohasida video qilyapsizmi, o'sha o'yin sohasida amalga oshiring. Ya'ni yoki bo'lmasa kulgi sohasida qilyapsizmi, o'sha kulgi sohasida olib keting. Yoki pishiriqlar, yoki bog'dorchilik, yoki qishloq xo'jaligi, yoki chiroyli manzaralar.
Demak, har bitta videoyingizda qiziq bo'lgan joylarini qo'yishga harakat qiling. Hamda o'sha videoyingizga imkon boricha inglizcha nom berib, hashtaglar yozsangiz, demak, sekinlik bilan prosmotr olishni boshlaydi. Shuning uchun ham juda ko'pchilik yosh blogerchalar faoliyat boshlashida o'sha 5 ta 6 ta video qo'yadi, hech kim ko'rmaydi, shu bilan bo'ldi, YouTube ko'rmas ekan, bu qiziqmas ekan, demak meni qo'limdan kelmaydi, tashlab yuborishadi. Xo'p, demak, bitta ikkita video bilan tashlab qo'yish kerak emas. Keyingisi, albatta video qilishda sizlarga maslahatim, o'zingizni yuzingiz bilan chiqsangiz, YouTube sizni tezroq taniydi. Chunki siz masalan chiroyli tabiatlarda video qilayotgan paytda o'zingizni yuzingizni ham ko'rsatib ketadigan bo'lsangiz, demak YouTube sizni tezroq rekomendatsiyaga chiqaradi. Shuning uchun ham demak video qilayotgan paytingizda albatta o'zingiz yuzingiz bilan chiqqaningiz foydaliroq bo'ladi va odamlar ham sizni yuzingizni tanib qoladi. Shuning uchun ham demak qaysi videoni chiqarishidan qat'iy nazar, demak sizga videongizni ko'rishga oshiqish boshlanadi. Shuning uchun ham demak YouTube faoliyatini yuritishda aynan mana shu g'oyalarga e'tibor qarating. Va hozirdan kuchli yoki zamonaviy mobil aloqalardan foydalanish keragi yo'q yoki kuchli texnikalardan foydalanish shart emas. Eng asosiysi qo'lingizdagi mobil telefon va sizga kerak bo'ladigan yorug'lik hisoblanadi. Agar telefoningizni kameralari xira bo'ladigan bo'lsa, kechqurun video tayyorlaydigan bo'lsangiz, demak platformalar bor, CapCut, shunga o'xshagan platformalar kirib, video montaj qilayotgan paytingizda demak yorug'likni qo'yib olishingiz mumkin. Sizlarga videom foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.